Jizzax mol bozoriga kelaversa xudo xolasa mana shunaqa kiygan topasizlar. Aka nomerimni qoldiraman, esiga kerak bo'lsa telefon qilib gaplashasizlar. Aka, deb turasiz endi katta rahmat. Aka nechi pul bo'ldi? Assalomu alaykum. 67. 67. Qurbonlik ham xudo xolasa. Aka dargohga qabul qilsam xudo xolasa. Mana 67. Boshladik akalarim, assalomu alaykum hammaga. Bugun 24-may 2026-yil Jizzax Osiyo chorva bozoridan videoni ko'ryapsizlar. Nasib bo'lsa mana novvoslarimiz ham kelishdi, boshladi. Xudo xolasa 3 kundan keyin Qurbon hayiti. Hamma akalar qiladigan ehsonlari dargohga qabul qilsin deymiz. Nasib bo'lsa bugun videolarni boshlaymiz. Bugun nasib akalar biz ham o'zimiz uchun nasib qurbonligiga qo'y qo'zi olishimiz kerak. O'shani hisobini olib qo'yasizlar. Bugun bizda shunaqa kun. Xo'p. Oldin akalarim har bitta videoni ko'rganlaringni laykchani gumbilatardilaring. 1000 ta, 1200 tagacha layk o'qitardi. Kommentni ham bosardilaring. Bilmayman, sizlar ham xafaman akalar. Bitta laykni bosib, kanalga podpiska bo'lish qiyin sizlarga. Hali 7,5 ming buyuribmiz 3 oydan beri. Qaranglar bir gap. Har bitta ko'rganim, siqildim. Bittadan komment nuqtacha bo'lsa ham yozib qo'yib, bitta laykchani bosib qo'yinglar, qani nechta odam bizni aktiv ko'ryapti. Bitta suhbatimiz olib qo'yaylik, unga qarab keyin ishimizni qilamiz. Voy, sizlar podeshak qilsang kelamiz. Bo'lmasa akalarim, ma'zur tutasizlar. Biz ham to'g'risi kiyim ham qolamiz keyin. Qo'raga assalomu alaykum. Qanchamat chek xodimlari ishim bo'yicha kecha seshanba kuni bozor bo'libdi. Shuni aytaman deb turuvdim. Shoshib bitta hozir endi aytasiz aka, unga ham ulguramiz nasib. Akalar nechi pul? Nima bo'ldi? Qo'shqorchalar. Hozir qo'shqorlar. Endi bularni qarang. Amaki bularni nechi pul? Qo'raga. Amaki, nechi puldan? Beraman jumtini aka. Oldim bular. Nechi puldan? 3,5 dan. Qo'shqorcha ham bari? 3,5 dan qo'zi qo'shqorchalar. Mana bular. Mana bular 18 dan. Xo'p, akalarim, o'sha gap e'lon bor. Mol bozorimiz, ya'ni Jizzax Osiyo chorva bozorimiz seshanba kuni ham bo'lyapti. O'tgan hafta bilsalaring biz o'zimiz kela olmadik. Bu hafta endi shunaqa ma'lumotni eshitdik. Seshanba kuni ham bo'ladi. Hozir mana ma'muriyatdan so'rab ko'ramiz, qaranglar. Ham yakshanba kuni bo'ladi обязательно, seshanba kuni ham bular qilish plani bor. Ya'ni qilyapti ekan. Nima demoqchi edim men sizga? Lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegramdan shunchaki lokatsiya so'zini yozib qo'ying bo'ldi. Lokatsiyasini bir degan tashib beramiz akalar, xudo xolasa. Bor aka, hisobda bo'ldimi? Bo'ldi. Nima bo'lyapti? Qo'shimcha ravishda deb aytasiz-da. Odamlarga tushunmovchilik bo'lyapti. Buni yakshanba kungi bozor seshanbaga qo'shdimi degan tushuncha bo'lyapti. Unaqa emas. Ham yakshanba, ham seshanba. Seshanba buni qo'shdik. Chunki viloyatda seshanba kuni bozor yo'q ekanda. Mehmonlarni, shu bozorchilarning taklifiga binoan seshanbani ham qo'shdik. Ham yakshanba, ham seshanba. Boshlanishga shirmalari bormi? Bor, chek olinmaydi. Chek olinmaydi. O'shasini ayting-da, akam. Seshanba kuni chek yo'q. Akalar nechi pul bo'ldi aka? 46 dan. Qo'zi qo'shqorchalar. Barakasini bersin. 4 million 600 dan. Voy. Ana jonivor, ana. Barakasini bersin. Xo'p, akalar, o'sha gap seshanba kuni absolyutna chekka pul olinmaydi. Osiyo bozoriga ham seshanba kuni ham yakshanba kuni tashrif buyurishni so'rab qolamiz. Kelaveringlar, xudo xolasa biz sherdamiz. Salomat bo'linglar. Ketdik. Akalar boshladik. Novvosda qatoriga keldik. Novvosdan so'raganlarga yoshidan boshlab kattasigacha olib borib xudo xolasa nasib ko'rsatib o'taveramiz. Boshladik. Nechi pul qildingiz? 13,5. Novvoschamiz 13,5 million mana. Shvetscha deyiladi. Xo'sh, bo'ylar akalar 80. Kilosi bilan. Barakasi biz 13 million 500 ming so'm. Aka nima so'radi? Hozir savdo qiluvdan adashmasam. Sotdim ikkitani. Qanchaga? 27,5. Akammi? 27,5. Bunisi nechi pul qildi? Buni 12 so'raydi. 12 so'raydi. Barakasini bilsin. 27,5 ga ikkitasi bir joyda sotilganini hozirlarga ko'rsatib o'taveramiz. Mana shu bo'ladi o'sha. 27,5 ga sotilganlar. Aka buni sizdanmi? Xabaringiz yo'qmi narxidan? Aka nima so'radi? Assalomu alaykum. Qancha? 13 so'rab bermaganingiz, ha? Berilmagani 13. Mana sizga novvosimiz. Bo'ylari akalar maksimum chiqsa 1 chiqadi.
Maksimum bir. Barakasini bersin. Qo'y. Bitta akam aytdiki, Ozodjon, sen zina aylanayapsan, o'rtaga kirmayapsan, o'rtaga kirsang, tashqariga qaraganda ya'ni mana dumaloqdan ichkari nisbatan 100 ming 200 minggacha arzon bo'ladi deyishdi. Hozir unisini bir ko'ramiz, sizlar kommentda fikrlarni yozasizlar. Aka nima bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Amaki nech pul bo'ldi? 12 million 700 ming. Assalomu alaykum. Charchamadingiz 12 million 700 ha? Barakasini bersin. 12 million 700 ming. 90 sm bo'ylari. Barakasini beraversin. Aka nima so'rashdi? Assalomu alaykum. 10 turdan har biriga 14 milliondan har biriga. Bo'ylari bilmadim akalar. Buniki mana bu birdan plus minus. Barakasini bersin. Ana bu baraka bo'ldi. Hozir baraka bo'ldi. Aka nech pul bo'ldi? Rais bova nech pul bo'ldi? Nech pulga bo'ldi baraka? Qancha? 12 million 800 ana. Bozorchi akalar ham oxirgi raqamini aytadi, boshini aytishmaydi-ku mana. 12 million 800 ga, bo'yi 1 metr. Barakasini bersin. Olgan odamga, sotgan odamga ham. Bitta pauza qilib turaylik. Xo'sh, biz davom etamiz akalar. Mana savdoni zo'r mana bu yerda. Bo'yidan bir qarab turibman, baqir-chaqir bilan rosa ham savdo qilyaptilar. Baraka. 100 mingdan qorin to'ymaydi. Bor baraka, Qaysi baraka? Assalomu alaykum. Nech pul qildingiz? 200 ga 14 million. 200 ga 14 million. 200 ga 14 million. 50 million. Ellik kam bo'lyapti. Bering, yaxshilari 50 ga talashmaydi. 19 million, 19. Bering shu. Nech pul qildingiz aka? 13 bilan 850 ming. 13 million 850 ming. Egasi yana 50 ming qo'sh debdilar. Barakasini bersin. Siz 50 ga o'ting. Yana 50 ga o'ting bo'ldi. 50 ga o'ting. Barakasini bersin. Ovozimiz g'ayla bo'ylari birdan ziyod akalar. Aka nech pul so'radi? Assalomu alaykum. Qancha? 15 ga berilmagan ha? 15 ga berilmagan. Endi buni qarang, endi buni qarang. Barakasini bersin. Amaki endi keldingizmi? Yo'q, qiling. Ukajon nech pul so'radi? Assalomu alaykum. 15,5. Berilmagan ha? 15,5 ga yo'q. Bo'ylari birdan ziyod ekan buni akalar mana. Barakasini bersin. Yigitlar nima so'radi? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Nima so'radi buni? Qancha? 16. Yakka o'zini. Bunisini ham qo'shib. Ikkalasini ham 16 dan. Mana ovozimiz. Barakasini bersin, rahmat. Aka so'rashdimi? Assalomu alaykum. Endi keldingiz, so'raysiz. Qancha? 14 million. Egalarining o'zi 14 so'rab turibdi. Aka nima so'radi bular? Assalomu alaykum. Charchamadingiz? Uzr, savollaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Nima qildi bozor? 33,5 ham qildi. 34 ga yaqinlatdi. Hozir aka, hozir. 36 kami bor. 36 kami bor. Hozir orqalaridan bir ko'rsatib qo'yaman uni. Bo'ylari birdan ziyod akalarim. Mana. Jizzax Osiyo bozoridan videoni ko'ryapsiz. O'shaga bitta laykni gumbilasiz qolganini biz ko'rsatishda davom etamiz. Aka nima so'radi? Assalomu alaykum. 16 million. Berilmagan ha? Bozorda berilmagan mana buni 16 million. Barakasini bersin. Bo'yi birdan salgina ziyod ekanda. Bo'yi birdan salgina ziyod. Qayerda moli? Katta Qo'rg'onda. Samarqand. Oh, yashang. Samarqand, Katta Qo'rg'on. Aka nima so'rayapti akam? Assalomu alaykum. Qanday? So'radimmi? So'rayapti. Qancha? 16,5. 16,5 ga yo'q. 16,5 ga yo'q. Qo'ysa beradi. Buni nech pul aka? Nech pul qildi? Berilmagan. 16 million 200 pul. 16 million 200 ga yo'q bu. 16 million 200 ga yo'q. Endi men asta o'tib ketsam, akalar qaranglar, bir gap. Plus minuslar ham oldilaring katta uchun endi eng kattasiga o'tamiz. Undan oldin yoshlardan yana bir 5 da ko'rsatamiz. Chunki hamma so'raganlar yoshidan so'raydi. Ukajon, biz kattasi bizga nima qiziq? Undan ko'ra sotilganlardan ko'rsat, kichkinalarni ko'rsat deyishyapti. Xudo xolasa, eg'ini ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Aka nima so'radi? 15 million 300. 15 ga yo'q. 15 million 300 ga mana bunisi yo'q. Bo'yi buniki ham birdan ziyod. Biri 10 desaga, menimcha adashmasaylik edi. Yana ham Alloh xolam. Aka buni nech pul qildi? 15. Berilmagandan ham olasan. Jim turay. 14 8 demadimi?
Ana prosta adashmay deb turib 15 ga bormadingizmi? Voy, tinni 15 ga. Ha, bo'ldi. Barakasini bersin. Salomat bo'ling, rahmat. Hech bo'lmasam 15 beraman, chek pulni o'tib ber degandir. To'g'ri 15 qildi. To'g'ri 15 qildi. Barakasini bersin aka. Barakasini bersin. Aka nima so'rashdi? Uzr ham akajon, ming bor uzr. Qancha so'rashdi aka? O'li 27 ga ikkovini. Ikkalasini 27 ga. O, barakasini bersin. Mana bu ikkalasi 27 ga. Zo'r. Aka nech pul? Nech pulga baraka? 13 ming qildi. Yo'qmi? 13 ga yo'qmi ekan? 13 ga yo'q. Qo'shilsa beramiz deb turishib egalari. Barakasini bersin. Nima bo'ldi akam? Bu Angusni 13,5 qilyapti. Qaysi bir Angus? Orqasidan bitta ko'ring orqasidan. So'lasin. Ana Arashandirda qo'ylardi. Bitta akam aytuvdi, Arashanga o'xshagan, rangi o'xshagan molim bor dedi. Akam Angusni boshladi. Qancha qildi aka? 13,5 ga 12,5. Barakasini bersin. 13,5 ga 12,5. Aka qaysi baraka bo'ldi? Assalomu alaykum. Uzr, ming bor uzr. Aka qaysi biri? Aka ketdimi? Bo'ldi. Ana 27 ga ham ikkitasi. Ha, bo'ldi. Ko'rdik uni. Aka rahmat. O'zingiz ehtiyot qilinglar. Aka nech pul qildi bular? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Ikkalasi 28 qilyapti. Aha. 13 ni 300 qildi bular. 13. Nari ikkalasichi? 12 qildi. Bu akaniki. Akaniki. Ha, bo'ldi. Orqasidan ko'rsatib qo'yib, rahmat. Mana. Orqasidan bir ko'rib qo'yinglar. Mamanda so'radi. Yerim molla bor. So'ragan. Hali tugamadimi? Tug'amadi. Molla bordan Ya, o'zlarim nech pul qildilar? 13 bilan 600 Yerim molla bor. 13 bilan 500 edi, 13 bilan 600 debdilar. 13 bilan 600 ga ham yo'q. Ustiga yana qo'shsam beraman turibdilar. Barakasini bersin. Qaroch qaranglar. Kichkinadan yana 4 ta 5 ta ko'rsatamiz, shu bilan kattalarga o'tib ketamiz. Kattarog'ini ko'rdingiz, kichikroqini ko'rdingiz, hammasi narxlarini bitta-bitta qo'yganingiz ma'qul. Ko'plar mana bu kichkinalarni kurs so'rashyapti. Aka nima qildi aka? Bo'ldi, akam gapiringlar deyman. Assalomu alaykum aka, nech pul so'rashyapti aka bozor? Aka 86. Undan ham arzon so'ragan bordir. Ha, arzon so'ragan bo'lmadi undan. Ayni hamma pul bor deb so'raydi-da. Ishtama. Bo'ldi aka, barakasini bersin. Hozir nech pul 86 qildim dedingizmi? Rahmat aka. Mana, avvasham 86. O'sha gap hamma qissasida borni so'raydi. Aka nech pul qildi mana? Assalomu alaykum. Endimi? Barakasini bersin. Nech pul so'rayapsiz? 23. Ikkitasi bir joyda. 11,5 dan plus minus. Barakasini bersin. Egalari so'rab turganlar. Assalomu alaykum akam. Nima so'radi? Nima so'radi buni? 11 million 300. Yo'qmi? Chama 500. Lekin soatimiz 10 ga qarab yursa asta pastga tushaveradi kursimiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamadingizmi? Tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bozor qanday siz uchun bugun? Yaxshi. Sal arzonroq qoldi, arzonroq qolganda nazdimda, yana ham bilmadim men. Barakasini beraversin. Ya, o'zlariga mumkin emas. Nima qildi ekan bular? Mana shu bilan. Yaka 25. 50% kun bormi? Amakijon, abrotcha yaxshi qo'yibsiz-ku. Barakasini beraversin, bir so'm o'ziga mana. Qancha qildi? 25. Barakasini bersin. Ikkalasi 25, 12,5 dan. Assalomu alaykum. Nima qildi akajonim? Nima so'rayapsiz? Buni 95 qilyapman, bola bermayapti. Yo'q akam. Yo'q deydi. 10 bo'lsa beraman deydi. Voydod, men hozir endi siz gapirib bo'lganingizdan keyin shu gapni gapiraman turdim. Akam shamasi 10 bo'lsa kerak edi. Barakasini bersin. Endi men hozir akamga bering desam, akam xafa bo'ladi. Aka tayin tozalashmaganmisan deb, ha? To'g'ri. Barakasini beraversin. 9,5 ga yo'q. Barakasini bersin aka. Zo'r. Assalomu alaykum. Amakijon, yaxshimisiz? Nima dedi? Nima bo'ldi akam bozor? 15 million. Yo'qmi? Nima dedi Rahim? 15 millionda yo'q. 14. 14 million so'ragan akalarim yonida turibdi. Xo'sh, menimcha bu taraf urug'chi, mana bu assalomu alaykum aka, uzra. Bu bit navvas. Assalomu alaykum. Aka nimani hangimas? Urug'chi navvas? Bu 12 million so'm. Urug'chi. Shunaqami? Aha. Qocha 18 million so'm. Aha. 30 million so'm. 30 million so'm. 12 ga 18. 12 ga 18. Yo'qmi akam? Bir joydami ikkovi ham? Bir joyda. 18 million.
Ha, bozorda ham 8 qilyapsiz. Bozorda naqd tushgan ham. Zo'r. Barakasini bersin. Ana. Bozorda men sizlarga bir ko'rsatib qo'yay. Bugun qo'y qo'zilarda har doimgidek odam ko'p, baribir qo'y qo'zida baraka ko'p bo'ladi akalar. Mayli, barakasini beraversin. Biz ketdik. Uzr aka. Mana shu ozroqni yig'ib qo'yay. Bitta pauza qilib, zo'ntigimni yig'ib. Ketdik. Mana shu yerdan shunday aylanib ichkaridan ketamiz akalarim. Bismillah. Urg'ochilar hangamasam akam, assalomu alaykum. Nech pul? 12 dan 24 so'raydi. Ikkalasi bir joyda. Qochmagan, tug'magan. 12 dan 24 ga. Barakasini bersin akam. Mana orada urg'och chiqsa, urg'ochdan urib ketaveramiz akalar. Muammosi yo'q, nasib bo'lsa. Assalomu alaykum. Akam urg'ochi bular, ha? Urg'och. Nima qildi? Nima so'radi ikkalasini bir joyda? 26. 26. Bermadingiz. Barakasini bersin. Bunisi-chi? 10 qildimi? Yo'q. 10 millionga bunisi yo'q. Qaranglar, urg'ochilardan Novoslarga qarab o'tyapmiz. Bu endi o'rtada qolib ketgandek. Aka nima so'radi? Nech pul so'rayapsiz? Oh. Ha, bozor o'zi tugab qoldi-ku, hali so'ramadingiz. Barakasini bersin. Aka nima so'radi? Assalomu alaykum. Bermaganingizni ayting. Eng arzon qarang, eng arzon qilganda ham ayting, qimmat qilganda ham ayting. Bari o'zi arzon qilganda aytsam, birov kelib turib tarmasha qilib qolmaydi aka. Misol uchun-da. 10 turga beramiz aka, kelaversin. Ha, 10 turga beramiz. 12 qildimi? 13.5 gacha qildi. Zo'r. Qayerdan olib? Ravotga. Barakasini bersin. Rahmat aka. Bo'yi birga bormaydi. Assalomu alaykum. Otaxon yaxshimisiz? Nima so'radi buni? 14.7. Shu plus minus qilsa, ozroqini bo'lsa beraverasiz. Barakasini bersin. Salomat bo'ling, rahmat. 13.7 ga yo'q, bo'yi 1.10. Plus minus. Barakasini bersin. Aka nima so'rashdi? Assalomu alaykum. Aytdik-ku, 16. Aytdingiz, bu yoqqa keldingizmi? Sherdamidim? Ha, o'lsinda bir tom ketib qolyapti. O'zingiz ehtiyot qiling akam. Xo'sh, qani kim bor? Assalomu alaykum akam, xo'rmang, nech pul qildi buni? Qancha? Yo'q. Bermaganingiz, 14.5 dan. Iksim qilsa, xudo xolasa ustiga yursa beraverasiz. Barakasini bersin. Qayerdiki? Ravotniki. Zo'r. Gap yo'q aka, rahmat. Ha. Jizzax Ravotga kiradi. Aka nima so'radi buni? Aytdimmi boya? Charchamang, o'zingiz ehtiyot qiling. Ana sizga. Yo'qdan ishlab turibman. Nech pul qildi akam? 17.400. 17.400. Yo'q. Sizdechamiz 100 qo'shib beraveramizmi yo hali ancha bo'lmi? Bor, gapday bor. Oh, barakasini bersin mana. Endi mana savdoni eshitdinglar, mana savdoni. Aka, men shunday o'tib ketay. Aka, sheyga silyapsan aka. Menga juda mol dunyosi rabab baraka Oybek. Aka, Oybek. Mayli o'tib turgandan o'tib beradi. Aka, bugundan keyin Qaysi kelasini? 34.5. Assalomu alaykum. sizga aytaman. Bu hatto boshqa gap qolmadi aka. Bor gap aka. 100 ming so'm siylar. Bunday qilmasa baraka bermayman. Oybek aka. 100 ming so'm olmasam molim kerak emas aka menga. Men kasdagi bo'lsa aka, men bop baraka. Bop baraka. Burga qo'shmasa berolmayman. Oybek. Aka, o'zingiz bosavermayman ular. Nima yo'lasiz? Yo'q, o'g'irlik qilmayapsiz-ku, bosing gazini. Oybek beramiz yo'qmi? Shuniyam olib qo'yavering. Ana. Mana shu hanga mana shu akalarda. Qaralmasa uyga tashlaydi. Aka. Mayli, xo'p, bering. So'rang chiqmasa pastdan uyga tashlaydi. 30 daqiqada ham turadi uyda. Qo'shmasa qo'shmayman aka. 100 ming so'm siylar. Sen aytayotgan narxdan 100 ming so'm kam so'rayapman. Buni bop baraka. Ustiga qo'shasi beraman, bu narsa chiqadi. Tushuntirib ayting-da. Mana bu ikkalasini hangamasi. Voy, uzr aka. Savdoni ko'rsatdik, savdoni ishlarini. Endi ularni har ko'rsatib turgandan foyda yo'q mana. Molni ko'rsataylik mana. Barakasini bersin. Charchamay, o'zingiz ehtiyot qiling. Fonga tushasiz. Niyatiga charchamadingizmi? Salomat bo'ling aka. Xo'sh, bo'ldi. Sizlar ham vaqtlaring, ularni ham vaqtini o'yimiz. Assalomu alaykum akam. Bitta o'zim yo'q ikkalasimi? Nech pul qoldi? Bermaganingiz ayting mana. 17 ga yo'q, taktiga bilan. Barakasini bersin. Qayerda moli? Kolxoz Moskva 1.20 aytsam bo'ladi-a? Bo'yini. Barakasini bersin aka. Akam nima so'rashdi? Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? 16 million. 16. Ha, so'rab turmi? Shamaga bo'lmi hali? Barakasini bersin. 16.
Mana bu yerda ham savdoni akam boplayaptilar. Hozir yerdan ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, tinchmisiz? Nech pul? Berilmaganini ayting faqat. Berilmagani 37. Ikkalasi bir joyda. Bir joyda. 37 ga yo'q. 37 ga yo'q. Bo'ylari 1.20 dan baland akalar. Barakasini bersin. Assalomu alaykum aka. Tinchmisizlarmi? Videosini ko'rsatdim. Xudo xolasa aka hozir. Ko'rsatib turing. 95 940 45 44. Assalomu alaykum aka. O'zing ko'rsatmayman. Qaysi birini savdosi? Ko'rsatavering o'g'liqlar ekan. Nech pul? 200 ekan 18 million. 940 45 44. Yura. 200 ekan 18 million. Bo'lamda katta rozi bo'lib bering. 45 44. Telegram yozavering, Telegramdan. Mo'shin bozor bo'ldimi? Yo, endi-da akajonim. Mo'shin bozor hali uxlayapti odamlar. Ha, 200 ming pul so'rayapsizlar, 200 ming pul so'rayapsiz. O'sha to'pi yer yuradi. So'rab olyapsizlar. Aytgan bo'l, shunday bir uka olgan bo'l. Bozorda bu. Yo, mayli, aytgan bo'l. Ha, o'tgan bunday qilmay yura. Bittaga aytdim. Bersam bera, bermasam. Ketdik. Xo'sh, mana bu yerda ham savdo pishgan joyi bor, pishganidan ko'rsatamiz. Mol keniga bo'ldi. To'g'ri. Assalomu alaykum. Otaxon yaxshimisiz? Yaxshi, og'a, Qaysi bir savdo bo'ldi? Ana ola bo'ldi, ola. Ana bo'lsin, ha. Qanchaga? Sirajboy sotdi. Aha. Yaxshi chiqarasiz. Mana sizga. Mana shu olavoy akalar. 17 million 400 ga. 17 million 400 ga. Sirajboy sotdi. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Qayerga ketadi? Ingilizga ketdi. Ingilizga. Bahodir qassobga Ingilizga ketdi. Barakasini bersin. Salomat bo'ling, o'zingiz sot qiling. Zo'r. Xo'sh, ketdik akalar. Endi o'sha gap katta-kattaga o'tamiz. Oh, mana bu yerda ham kattalardan kelibdi bugun. Assalomu alaykum. Akalarim yaxshimisiz? Uzr, o'zlaring video olmayman. Qayerda nech pul qaysi biri? Mana pora 24 million. 24 million. 300 ham bor ustida. Zo'r. Bermayapsizlarmi, aka? Sotar mumkin? Akam, barakasini bersin aka. Bering. 300 ham bor ustida. 24 million 300 shunaqa eshitdimi, adashmasam mana bu. Mana buni hangimas. Barakasini bersin. Bugun haqiqatdan navvoslarimiz ko'p. Assalomu alaykum, xo'rmanglar. Qassob bo'lmani charchamadingizmi? 100 ming dedi, 100 ming 400 dan bo'ladimi dedingiz. Men aytdim 100 ming desiz, 100 ming desiz yarashaverammi deb, nima deb. Berasizmi 24 ming? 400 minglik bu aka. Daxlim tezroq olganmiz, bilan qoladi. Yo'q, endi men xafa bo'laman, sen bo'laylar. Qaysi bir akam qancha? Mana. Nech pul? 33 million dedim, so'rayver. 33 million. Yashang. So'radim bozor. Oyoqli. Kilogramga gaplashsak bo'ladimi? Mabodoga nech pul? Kelishamiz. Bilan chaqir. Ha, endi 65, 64 shunaqami demoqchiman. Barakasini bersin aka, o'zingiz tuting. Aka, rahmat, charchamanglar. Bu yerda bozorda odammiz biz hammamiz. 8 million degan notur bilan emas aka. Assalomu alaykum. Bo'lmir aka. Kallalarni. Behijolat gapiravering, behijolat. 8 millionga kammi o'zi? Xursand bo'lib bering, bo'lmir aka. Bermaydi, avgust. Yakka o'zimi? Hey. Mana suyaylik. Notur bo'lmadi. 8 million. Aka bu nima, rossiyskiymi? Rossiyskiy. Necha aytay bu o'yin? Bu o'yin necha aytay? 1.5 aytaymi? Aytavering. Chiqadi? Ha, bemalol. 1.5 metr chiqadi mana. Yo'q aka, mana bu o'yin 1.79 da. Polni. Ha, mana polni oxirigacha 1.79 da. Masa olmish. 1.50 dan ziyod, 1.60 akalar maksimum. Barakasini bersin. Nechga chiqadingiz taxmin? O'sha kuni so'yilib beraman. 450 ga. 450? Taxminan 450. Narxni eshitdilaringmi? 48 million. 48 million notur. 48 ga yo'q. Akam kimdan akammi? Saravoy. Mana kimdan aka? Sotildi. Qanchaga aka? Qanchaga? Tarasiga 67. Chiqmadan taroziga. Chiqdi. Necha kilo chiqdi? 620. 620 kilo 67 dana. Barakasimiz. Jasur aka nima bo'ldi buniki? Taqdiri. Endi keldimi? Ha, men tarozdan qaytirib debman. Bo'ldi. Bunisi endi keldi. Barakasini bersin. Aka, rahmat, charchamanglar. Xo'p, qaranglar. Katta-kattalardan ham ko'rsatamiz. Bugun kattalarda ham odam ko'p. Qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Mana bu yerda qaranglar, savdo, u yerda savdo. Iloji boricha harakat qilamiz hammasini ko'rsatishga. Assalomu alaykum. Otaxon yaxshimisiz? Assalom. Charchamadingiz? Qaysi birini savdosi? Ikkitasi. Qaysi biri? Ana ikkitami?
Aha, nechi pul? 66 mingdan. Taroziga xudo olasa, taroziga xudo olasa 66 mingdan. Bittasi mental. Bittasi ola paroda. Barakasini bersin. Ho! Qani nima bo'lyapti? Egasiz mahir, egasini topolmay qolyapmiz-da. Nima bu aka? Rossiyskimi? Ha, rossiyskiy. Aha, nechi pul? Simentalga gibrid. 53,5 so'rayapti bozor. 53,5. Bermadingiz. Ha, ana 48 qildi. Kattani. Semizroq ekanda shuncha. Iti bor. Qayerdiki? Bobirdiki Leyla. Bobur Lilindiki. Xo'p, menimcha katta korxonasi bor akalarim bor. Ha? Biznes qiladigan akalarim bor. Qurbonlarga so'yishga beraman, bitta so'yaman deganlar bo'lsa mana akalar, iti ham yaxshi. 53 mi? 53,5 bermaganingizmi? Avvalasi bozorda sotilib ketsin. Bozorda sotilmasa o'tib berasiz narxini, bo'ladimi? Men gapingizga ishonib aytayapman. Kelishamiz, nomer qo'yib. Puli ko'p akalarim bor, biznesmenlar. Shunday bozorga chiqmasdan ko'rib turib qurbonlarga o'tib o'raman degan akalarim bor-da. Nomer aytib keting. 94 94 039 0200. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilasizlar. Charchamang aka. Xo'sh, bu yerdan yana ko'rsatamiz. Voy. Boya gap, katta biznesmen akalarim bo'lsa ko'ringlar. Har bir bozor deymiz-ku. Otang bozor, onang bozor kelasizlar, baribir savdosini qilib ko'rasizlar. Beraman. O'tkir aka. Bo'ldi, yo'q. Bu yerda biz qilayotgan ish yo'q, bu yerda biz qilayotgan ish yo'q. Ha, navoslarimiz, kelaverasizlar bexizar. Bugun aytganimizdek qurbonlar yaqin o'shanalar hamma bozorda. Aka, assalomu alaykum. Qaysi baraka bo'ldi? Qaysi baraka bo'lyapti? Videolar yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlar? Aka, nechi pul qildingiz? Assalomu alaykum. Bo'ldi. Bo'ldi. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Aka, kimdan ekan bu? Assalomu alaykum. Sizlardan emasmi? Savdo qilyaptimi bular? Ha, bo'ldi. Hozir buni bu yerdan orqadan ko'rsatib qo'yaylik, endi yerdan olamiz. Xo'p, buni bu akalar 140 dan ziyod ekan. 140 dan ziyod. Assalomu alaykum, akalarim xo'rmanglar. Nech pul qildilar aka? 29 million so'm. Bor ekan. 29 ga yo'q. Barakasini. Hamidaga berasizmi bor? Shetdaman akam, assalomu alaykum. Tinchlikmi aka? Tinchsiz? Ozodman. Tinchsiz? Qaysi bir akam? Nech pul? 66 dan deydi. Taroziga. Berildimi? Yo'q. Ha, berilmayapti. Taroz nech kilo chiqdi? 400 kilo. 400 kilo. 66 dan yo'q. Chamiz 67. 68. 68. Barakasini bersin. Rahmat akam, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, buni eshitdilaring. Mana bu 29 bo'pti buni narxi. Mana bu ko'rganlaring 29 ga yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchsiz? Mana uni 06 qilib oling. Nech pul qildi? 68. Taroziga. Chiqmadimi taroziga? Chiqmadi. 68 dan, ha? 68 dan taroziga. Mana navosimiz. Bo'yini necha aytay? 1.45 chiqqan bo'yi. 1.5 desam, mana juda ko'p qolsa kerak yana ham. Bilmadim endi yig'ini. Barakasini bersin. Barakasini beraversin. Mana navosimiz. Endi kelyapsizlarmi akam? So'ramadim hech kim hali? Tarozini ko'rsataman dedim sizlarga, tarozimiz ko'rinmayapti. Hali taroziga chiqqanlarni ko'rmadik. Voy, bu yerda odam ko'p-ku. Akam, assalomu alaykum. So'radimi kimdir? 65 mingdan Taroziga. Yo'q. Oyoqli-chi, oyoqli. Oyoqlar 29,5. 29,5 oyoqli. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz? Nech pul qildi buni? 29 million. 29. Taroziga 64 dan. Barakasini bersin. 29 million oyoqli, taroziga 64 dan. Bo'ylari buniki ham 1.40 akalar maksimum. Barakasini bersin aka. Rais bobo nech pul qildi buni? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum salom. Oyog'ida 38 million so'rashyapti. Taroziga 66 dan bermadim. Taroziga 66 dan. Necha yosh bo'ldi bu? Shuni ko'rib turibsiz mana. Aqlli molda ko'ryapsizmi? Aqlli molmi yo bozorga chiqarib urganib qoldimi? Yo'q, bu aqlli mol bozorga chiqqaniga 1 yil bo'lyapti, 1 yil oldin olingan. Bizda yolg'on gap bo'lmaydi. 24 million olingan. Zo'r. Mana sizga. Ana narigisi ham bizdan 2 kurak. Aha. Nech pul dedingiz hozir buni? Buni 38 million so'm oyog'ida so'rashdi, 66 dan taroziga bermadim. Taroziga 66 dan yo'q. Hamid Olimjonning moli. Barakasini bersin akam. Rahmat aka. Bizdan.
Olami, kichkinami? Ha mana quloqda sirg'asi bor. Bo'ldi. Xo'sh. Mana buni qaranglar, mana. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Nima qilamiz buni? Sotamizmi? Ana sizga. Qayerdaki akam? Mol. Sarayning. Yashing. Men eng katta ko'rganimni bilmayman. Bundan ham kattalari bor bilaman. Nechi pul nima bo'lyapti? Ishlab savdo qilgani turibdi. Ha, unaqa pul berib ushlab shunchaki bersang olaman degan yo'q. Taroziga nimadan gaplashsak bo'ladi? 60 nechidan? Bilmayman demang. Endi bir og'iz o'zidan gap chiqsin, prosta o'tak o'shanga qarab aka telefon qilayotgan bo'lsa, mabodo avvalas uyga ketmasin, shu yerda sotirib ketsin aka hammani. Yerda sotamiz. Yo'q, deyman-da, endi mabodo chiqib qolsa aka nima farqi bor? Aka, zavodi bor, biznesmen akalarim bor-da, bizni ko'radi. Qurbonlarga, ishlarimga qurbonlik bermoqchiman deb olaman saka hech gap emas-da, misol. O'zingiz ham bilasiz-ku. Mana sarayli nonni yeb katta bo'lyapman aka 8 yildan beri salgan. Eğer anaqasi nima qanaqa akalar borligini bilaman. Aytamiz nimadir uchun chiqaramizmi? Nech pul so'rayapsiz? Ko'rsatdim aka. Nech pul so'rayapsiz? Aka. Nech pul so'radingiz? So'raganingizni ayting bo'ldi. Qiynamaymiz ham. Hal chiqmadi narx. Ana sizga. Ana shunisi yomonda akajonim. Chiqmadi debdilar. Mana buni qaranglar endi. Bu yini necha aytay buni? Qani necha aytay bu yini? 2 metr chiqmaydi. Yo'q, men o'zi bo'yim 1.80. Ana sizga. 1.65, 1.70 plus minusiga. Barakasini bersan. Endi buni internetga aylantirmasangiz bo'lmaydi. Bitta pauza qilib turamiz, rozi bo'lasizlar. Xo'sh, tarozimiz bor. Tarozini ko'rsatib o'tamiz. Necha kilo chiqdi? 350 kilo voy, ko'rinmay qoldi. Hozir biz borib kelamiz. Qaranglar, 350 kiloni borib kelamiz. Birinchi tarozini narxlarini aytamiz sizga. Nech pul xizmat? Sherda. Berda 10 ming so'm. Shahar tashqarisiga uyga chaqirayotgan bo'lsa keladigan holatda. Nomer aytib keting. 97 028 67 akaga aloqa chiqarasizlar. Tarozi xizmati kimga kerak bo'lsa 20 turga yetdi. Xo'p. Akam o'qitib qoldimi molni? Molni ko'rsataman dedim men. Taroziga 66 mingdan mana so'rashyapti. Meni bittalar. Raisoni nech pul qildi? 28 ming. Bir joyda ikkalasiz. 68 so'rayotibdi, endi bilmayman, bular 66 qilyapti. Mana 68 dan kom bir joyda turadi-da. Bo'ldi. Barakasini bersin aka. Yana bitta tarozi bor. Tarozidan ko'rsatamiz sizga. Hozirgi sotilgan. Baraka bo'ldimi? Chechdimi? 68 dan taroziga. Hozirgina bir ko'rib o'tib ketdik. Voy baraka. 650 kilo. Baraka. 651 kilo chiqdi. 60-dan? 8 dan barakasini bersin. 68 dan zo'r barakasini bersin. Asta sherdan chiqib ketamiz, xudo xolasa. Ketamiz degan yo'q. Xo'sh, voy, qo'ylarimiz qaranglar, o'zi ana Novvoslar chegarasigacha o'tib ketdi qo'ylarimiz. Qo'y bugun ko'p. Qo'y olaman deganlarga. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Keyin o'zingiz ham ko'rsatib qo'ying-da. Bu nechi pul? 40 million. Nechi pul qildi? Endi keldi. Endi keldi. 40 million demayman buni. Nima paroda bu? Buzovchami hali? Hali buzov. 40 million kami bor. Barakasini bersin. Ana Novvosimiz yana bitta. Yana bitta Novvos. Shurdan hozir o'taman aka, birmi shetdaman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Charchamadingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul bu? Bozor qilamiz. Nima qildingiz? Bozor qilganini ayting. Savdo qilgan yo'q. Menga 10 millionga beraman aka, senga hozir sizdan pulim yo'q. Nima so'radi bozor? Savdo qilgan yo'q. So'ramadimi? Nech pul so'rayapsiz? Endi ana sizga ana shu jumboqlik gap yomanda akalarim. Ana akam hali toshni nimaligini bilmaydilar. Bu uylar akalar menimcha 1.5 dan ziyod, 1.60 dan menimcha bersa bo'lsa kelgan. Ana sizga barakasini beraversin. Olgan odamga, sotgan odamga ham. Nima dedingiz bozorga? Men mana ushlab turing. Ushlab turing, men video olasiz. Mana ham shunday qo'lingizga.
Jizzax mol bozoriga kelaversa xudo xohlasa mana shunaqa kiygan topasizlar. Aka nomerimni qoldiraman, esiz uchun kerak bo'lsa telefon qilib gaplashaverasizlar. Aka, deb turasiz endi katta rahmat. Aka aytingmi narxini? Chiqaraylik bitta narx ayting. Endi ana topdi menga 10 millionga, o uka senga shitirsan emas, sen faqat pul berishing 10 millionga beramansiz, pulim yo'q aka, ola olmayman men. Qancha bitta narx ayting, atrofda olayotgan bordir, bilar. 10 mingmi? 100 millionmi? 120 millionmi? Yo'q, nima aka bitta narx ayting, taroziga gaplashamizmi? Nechi pul? 64, 65. Qancha? Bir og'iz bir narsa deng aka, o'shanga qarab ishni qiladi odamlar. 70 tepsiga baraka. Ha, taroziga 70 dan gaplashamiz endi. Bo'ldi, barakasini bersin. Ana sizga. Aka, rahmat. Yo'q, o'zlarini boy videoga oldim aka. Barakasini bersin, charchamanglar. Xo'sh, mana bu yerda bitta urg'ochimiz bor. Xuddi shularda kattasi akalar, mana. Haydab beribdilar. Ikkimat hayda. Yarim soat. Aka nima qildi buni? Assalomu alaykum. Nima so'radi? Taroziga olmishmi? Bu qochganmi, qochmaganmi oldin? Tuqqanmi, tug'maganmi? Qisirmi hali? Bo'yini qaranglar. Egasini bo'yidan baland. Kim bor bu yerda? Yana o'zi kim o'zi sasqat? Egasi kichik. Taroziga necha puldan so'radi? 65 dan taroziga. 60 mingdanmi? Endi aytib boshing, navbas narxi bu kutibdi bu urg'ochi deb. Mana sizga. Barakasini bersin aka. Salomat bo'ling. Xo'p, mana bu yerda baraka bo'lgani bor. Aka necha pul bo'ldi? 20 million. Barakami? Kishicha baraka toping. Bor baraka. O'zlarini olena. Ya mana akam ham olaman, siz ham video uchun aka. Yo'q, nima bo'layotgan joyi bu? 20 million bo'ldi. Barakasini bersin. Mana 20 million. Tugatamiz. O'sha gap hammaga qurbon hayitib olayapman. Salomat bo'ling, o'zingiz sotlaylar.